Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Qashqadaryo daryosini uzani mana. Ibragimov Oyatulla tosh op sotish bilan mashg'ul. Daryo uzanini buzib yashil hudud bo'lgan daryo uzani mana. Narxlarda baliqxonada tadbirkorlik niqobi ostida tosh sotish bilan mashg'ul. Toshlarni bir havosini 2.700.000 2.800.000 deyishyapti. Shundan olib chiqib bergan mana. Bir oydan beri shu tosh sotish bilan shug'ullanyapti ekan. Litsenziyasi bormi, yo'qmi? Mana daryo uzani. Litsenziyasi bor bo'lsa, yaxshi bo'lmasa chora ko'rishlarini so'raymiz. Mana ertalabdan buyon nechta mashin kelib, nechta muhova tosh chiqarib ketdi, hisobi yo'q. O'zining kamerasi bor. Mana tosh zavodlar bor, shivin chiqaradigan zavodlar. Sement zavodida ham qolyapti kamera, sement zavodida ham o'zining mana baliqxonasidan lahadning anasi ham kamerasi bor. Ikki tomonda ham kamera olib. Ibragimov Oyatulla degan tadbirkorda. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumani Dash Qahramon mahallasi. Mana daryo uzanining ahvoli. Tagidagi qum, tosh tabiiy boyliklarda o'zboshimchalik bilan talon-taroj qilib sotmoqda o'z ehtiyoji uchun.